Qozog'istonda nikohdan o'tib O'zbekistonga qaytdik. Endi biz qanaqa qilib birga yashaymiz? Men oldin opamnikida yashardim, amakimning qizinikiga. Keyin endi uydagilarga aytishimiz kerak narsalarni o'yladik va biz shunaqa qarorga keldik. Jahongir akaning bitta tanishlarini topdik. Ularga iltimos qildik, biz bilan birga borib keling. Tushuntirdik biz hamma vaziyatni, chunki baribir ham ikkita inson bir-birini tanladi. Biz birga nikohdan o'tib, biz o'zimiz qarorga kelganimizdan keyin ular ham ko'ngilli, mayli sizlar uchun deb turib bergan uydagilarga aytganman. Men bitta rejissyor bilan tanishdim. Ular menga ssenarist bo'lib, ularga yordamchi bo'lib ishlashimni taklif qildilar. Nima deysizlar dedilar. Keyin mayli ko'ramiz dedilar. Keyin mayli tanishtiraman sizlarga olib borib deb Jahongir akani o'sha ayolni birga olib borganmiz, Jizzaxga borganmiz, tanishtirganmiz. Keyin Jahongir aka aytganlar, "Bilaman, ayolim bo'ladi, bizning ikkita bolalarimiz bor. Muborak bizlarnikida yashasa, o'zim ko'z quloq bo'lib yuraman" deb. Undan keyin bizning shirin hayotimiz boshlangan. Birsa birgalikda Jahongir aka bilan hamma Toshkentda aylanmagan joyimiz qolmagan. Ovqat qilishni bilmasdim u paytlarda. Faqat kafeda ovqatlanardik. Kafedan keyin 2-3 xil ovqat olib kelib uyda yerdik. Malika bo'lib yashaganman. Eng zo'r asal oylarimiz bo'lgan birgalikda. Jahongir aka tez-tez olib borib turardilar Jizzaxga. Uyimdagilarning ko'nglini topish uchun, ularga sovg'a salomlar qilib, orada Samarqandga olib borib ziyoratlarga aylantirib kelganlar dadamlarni, onamlarni. Endi baribir bizlar bir-birimizga bo'lgan iliq munosabatimizni ko'rib, uydagilar baribir shubhalanishni boshlagan. Keyin ora-orada Muborakni jo'natib yuboring, yordami kerak edi deb uydagilar chaqirib olishardi. Keyin Jahongir aka 2-3 kunda borardilar, nimadir bahona qilib, ishlarimiz bor edi, Muborakni olib ketishim kerak deb, men qaytayotgandim, Buxorodan kelayotgandim, Samarqanddan kelayotgandim deb kelib meni ko'ndirib olib ketardilar yana Jahongir aka. Juda ham oson bo'lmagan, hammadan yashirib yashash. Jahongir aka bilan eng romantik, eng zo'r paytlarimiz bo'lgan. Bir kuni uydagilar oyimni kasal deb chaqirishgan, borganman, uyda qolganman. Uyda xafa bo'lib yotgan edim. Shu bilan Jahongir aka telefon qilib qoldilar, "Yaxshimisan?" Keyin yig'lab o'tirdim. Keyin shu bilan "Yig'lama, xafa bo'lmagin" dedilar. Telefonni o'chirdilar. Keyin men yig'lab uxlab qolganman. Keyin bir payt oyim "Muborak, tur" deb uyg'otyaptilar. Shunda ko'zimni ochsam Jahongir aka turibdilar-yu. Voy, o'zi syomka paytida bo'lgan Jahongir aka, syomka bo'lgan, kino olayotgan bo'lganlar. O'sha men bilan gaplashganlarida keyin men xafaligimni bilib, shunaqa hamma narsani yig'ishtirib yo'lga tushganlar, shunaqa gazni bosib kelganlar Jizzaxga. Keyin menga aytganlar, "Sen xafa bo'lganingni eshitib men ish qila olmadim. Men keldim seni oldingga. Topmayapman seni oldingga. Iloji bo'lsa shu mashinani tashlab yugursam" deganlar-da. Keyin mana shunaqa yana uydagilarni ko'ndirib yana olib ketganlar. Shunaqa yashab yurdik. Keyin baribir hamma narsani ham oxiri bor deganidek, keyin menga sovchilar kelishni boshlagan. Uydagilar aytishardi, sovchilar kelishdi, uchrashuvga chiqish kerak, biz ham yaxshi joydan keldi, bermoqchimiz deyishardi. Endi u paytda nima deyishni bilmasdik. Keyin bir marta uchrashuvga ham chiqqanman, Jahongir aka olib chiqqanlar. G'afur G'ulom parkiga borganmiz. Keyin uyga kelganimizda ko'rishib gaplashganmiz. Jahongir aka orqadan bildirmasdan endi xuddi begona odamdek yuribdi. Tilar ichitini yeb o'tiribdilar. Keyin u bolani ham uydagilarga keyin ko'rishib gaplashganimizdan keyin, "Yo'q, menga to'g'ri kelmadi" deb hammasini rad qilaverganimdan keyin uydagilar ko'ngillar, "Bo'ldi, sen endi erga beramiz, bo'ldi, uyda qolasan" deb meni uyda olib qolishgan. Keyin biz Jahongir aka bilan ayrildik. Qolganini keyin aytaman.